shunaqa hojaga aytsam esolomon bexatar eshikasi borib kelsin deb kecha to'y bo'lib qoluvdi Farg'onada. Aytdik shunday deb. Xo'p, rasam moslashibdilar a? O'rtaga qo'ymabdilar-ku stolda. Ha, yetarli. Yetarli o'zi. Ha, yetarli o'zi. Boshliqda nimada ketadi? Biz endi alohida boshlanib bo'ldi. Qana hoji akam duo qiladi. O'zi. Yo, Shukrlar bo'lsin mana prezidentning tashabbuslari bilan, mana ulug'larning tashabbuslari bilan Parvardigor bu duogo'ylarni bir safar qildirib, duolarini olib, xalqimizni, elimizni, yurtimizni tinchligi borasida bir ko'shish qilishgan ekan. Parvardigor bularning g'ayratini, ko'shishlarini o'zing dargohingda qabul qilgin. Yana qalblarda o'ylagan yaxshi ezgu maqsadlarni o'zing berib, hammalarini o'zing bergan ne'matlaringga, bu tinchlik ne'matiga shukr qiluvchi bandalar qatorida bo'lishligimizni hammamizga o'zing nasib qilgin, Miroq. Rahmat. Bexatar beshikasi borib kelinglar. Xo'p. Kecha tuman hokimi soat 3 da yig'ilish qildi, unga ham aytib qo'ydik. Xo'p. Planimiz respublikada birinchi bo'lib to'ldirganmiz. Plan. Xo'p, yana endi urush boshlandi, xabarlaring bor. Bundaydi. Necha namligi bo'lib turuvdi. Kechagidan ko'paydi, kechagidan. Xudo xolasa hozir 3-o'rindamiz. 2 kunda birinchi o'ringa chiqib olamiz degan nima bor. Birinchi bir duo qilasizlar, chiroyli qilib shu birinchilardan bo'lib to'ldirib qo'yaylik. Demakki, kim ota birinchi kelsa, o'shini gapi gap, so'zi so'zda. To'g'ri. Amin. Bu nonimiz bo'lgan, e'zozimiz bo'lgan bu Parvardigor bug'doyimizni barakay xayr bilan Parvardigor el yurtlarni avvalida Parvardigor ularni yuz qilib boshlarimizni yuzlarini ham yorug' qilib, xalqingni o'zing to'q qilib Parvardigor shu ne'matlarga shukr qilib yashashlikni bizga tavfiqini o'zing nasib qilgin. Rahmat, qo'shnilar yaxshi borib kelinglar.